Hammaga xayrli kun. Grand Track kompaniyasini kuzatib boruvchilarimiz, mana bugun navbatdagi 2.6 lik Carmix'imiz Surxondaryo tomonga yo'l olmoqda. Nimaga biz bir o'zimiz turibmiz bu yerda? Sababi surxondaryolik akamiz shunchalik Grand Track kompaniyasiga ishonch bildirganki, o'zlari kelmasdan to'lovlarni 100% qilib, hali umuman kelmadilar ham, mashinani berib yuborishimizni, ya'ni dastavka qilishimizni so'raganlar. Hozir u kishi bilan siz bilan telefonda suhbat quramiz. Assalomu alaykum Javohirbek aka. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Aka, Grand Track kompaniyasidan Bunyodman. Eshitaman aka. Aka, hozir sizni mashinangizni berib yuboryapmiz Surxondaryoga, xudo xohlasa, hozir ortib yuboramiz. Mana shu obunachilarimizga kompaniyamiz haqida ozgina fikrlaringizni bildirsangiz, mana siz bilan ko'rishmadik ham, kelmadingiz ham, lekin bizga ishonch bildirdingiz, mashinangizni berib yuboryapmiz aka. Rahmat, xudo xohlasa mana telefon orqali gaplashdik, pullarni chiqarib berdik. Mana mashinamiz ham chiqdi, xudo xohlasa ortib berib yuboryapti Surxondaryoga. Men ishonganim uchun o'sha kompaniyadan oldim, Grand Track kompaniyasidan. Xudo xohlasa ertaga qabul qilib olaman texnikani. Sizga ham kattakon rahmat Javohirbek aka, ishonchingiz uchun. Xudo xohlasa yana bizdan boshqa texnikalar xarid qilish nasib qilsin aka. Xo'p bo'ladi, rahmat sizga ham kattakon. Rahmat aka. Mayli. Agar sizga ham shu kabi Carmix'lar yoki boshqa texnikalar kerak bo'lsa, quyidagi nomerlarga telefon qiling yoki Grand Track kompaniyasining bosh ofisiga tashrif buyuring.